Assalomu alaykum qadrdonlar, sog' salomatmisizlar? Jonlaring omonmi? Yevropada yurgan aka-ukalar o'tkazib yubormasdan eshitamiz. Bugun 22-iyun, haftaning yakshanba kuni, ertaga dushanba kuniga naborlarimiz bor, yangi ish o'rinlarimiz bor. Kelmoqchi bo'lganlar bemalol kelaverishi mumkin. Oldindan telefon raqam aytib o'taman. Ko'pchilik videoni oxirigacha ko'rmaydi-da, telefon raqam so'raydi. Ofis manzili pastda yozilgan bo'ladi. Telefon raqam +48 lik bilan 507 793 333. WhatsApp, Telegram ishlab turibdi. O'zbekistonda odamimiz bor. Mabodoga kimga kim priglasheniyaga topshirmoqchi bo'lsa ham bemalol murojaat qilishi mumkin. 33 lik telefon raqamda Telegramda O'zbekiston raqamini berishadi, yozsanglar. Ko'rishib, gaplashib bemalol Polski priglasheniyaga topshirsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, bundan buyog'iga xabarlaring bor. 1-iyunda yangi qaror chiqib, karta pobitaga topshirish imkoniyati boshqa davlatlardan bekor bo'lgan. Buyog'iga Polski vizaga harakat qilsanglar ham bo'laveradi. Bu kechirasizlar, priglasheniyani reklama qilish maqsadida aytmayapman. Haqiqatdan ham priglasheniya Polski topshirib turib viza bilan kelsanglar, karta pobitaga topshirish imkoniyati bor. Boshqa davlatdan kelganlar uchun VNJ yoki boshqa davlat vizasi bilan kelib ishlashingiz mumkin, lekin karta pobitaga afsuski topshirganingiz bilan karta pobita chiqmaydi. Xabarlaringiz bo'lsin. Undan keyin o'rtoqlar, vakansiyalarimiz har xil ishdagi turdagi vakansiyalarimiz bor, har xil ishlar. Ko'pchilik Bolgariya, Xorvatiya, yana bir davlatdan telefon qilib so'raydigan narsasi qanaqa vakansiya bor, tashlab bering, ayting deydi. Bitta narsani to'g'ri tushuninglar o'rtoqlar. Men hozirgi kundagi vakansiyani aytganim bilan siz ertaga yetib kelmaysiz. Siz kelganingizcha oradan 2 kun, 3 kun o'tib ketadi. Bu vakansiya afsuski qolmaydi. Hozirgi kunda odam soni ko'p ishga keladigan, lekin vakansiya soni kam. Именно ruskoязычnilar uchun, angliyaязычnilar uchun vakansiyalar ko'p bo'lgani uchun ham ish vakansiyalarimiz tez to'lib qoladi. O'shaning uchun sizlardan bitta iltimos, tepada vakansiya menyu deb yozib qoldiraman. Yana ham bitta telefonda ko'rsataman, osonroq bo'lishi uchun Telegramga kirib, xuddi shunaqa deb yozsanglar, mana vakansiya menyu tepada yozilgan. Xuddi shu shaklda, to'g'ri shaklda yozsanglar, noto'g'ri yozmasdan kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. O'sha yerda har kunlik vakansiyalar tashab boriladi. Kelsanglar bemalol ofis manzilimiz yozib pastda qoldiramiz. Telefon raqamini sirazi aytib o'taman. +48 lik bilan 507 793 333. WhatsApp, Telegram ishlab turibdi, Primo ham ishlab turibdi. Faqat to'g'ri tushuninglar, savolni juda ko'p beryapsizlar. Ipidan ignasigacha hammasini telefonda batafsil tushuntirib bera olmaymiz. Oyliklar to'g'risida zlotni tushunmaganlar uchun aytaman, hozirgi kunda plus minus hisoblaganda $1 3 zloty 80 grosh. Deylik 4 zlot deb hisoblaylik. Qo'pol grubiy hisoblaganda 4 zlotingiz $1 bo'ladi. O'shanda 4000 zlotingiz $1000 bo'ladi. Bir oyda taxminan 5000 zlot, 5500, 6000, 6500 zlot atrofida oylik chiqadi bu yerda. Hisoblab ko'rsangiz 1200, 1300, $1500 gacha oylik topsangiz bo'ladi. Keyin Polshada bilib qo'yinglar. Har bitta proyektda pitaniyani o'zlaringiz sotib olib yeysizlar. Bolgariyada yoki qaysidir davlatda pitaniya beradi deyishadi, yotoq tekin deyishadi. Polshada unaqa emas. Har davlatda o'zida o'ziga yarasha qonun, qoidasi, tartibi bor. Polshada hamma joyda, deyarli hamma joyda yeb ichmoq o'zingizdan, yotog'i deylik 1000 so'm bo'ladigan bo'lsa, 500 so'mni firma o'zini yonidan to'laydi, 500 so'mni sizni oyligingizdan olib qoladi. Keyin keladiganlar uchun Varshava Sentralniy vokzal, Varshava Zahodniy vokzal. Asosan boshqa davlatdan keladiganlar, avtobusda keladiganlar uchun Varshava Zahodniyga bilet olasizlar. Keyingi masalada kelgan biletingizni обязательно o'zingiz bilan saqlab qo'ying. Bu albatta ertaga ishga kirganingizda kerak bo'ladi sizga. So'raladi ko'p joylarda. Adres manzillarimiz pastda yozilgan bo'ladi. Taksist nomerlarini xohlasanglar yozib qoldiraman pastda, kelib turib, именно o'zbek taksistlarimizga murojaat qilaveringlar. Nimagaki juda ko'pchilik yurtdoshlarimiz pand yeb turibdi. Именно boshqa mana Ukrain fuqarosi yoki shu bitta местный fuqarosiga chiqib 300 yevro, 400 yevro, 500 yevro ham so'rayotgan taksistlar bor.
Bundan albatta ogoh bo'linglar, xabarlaring bo'lsin, tanish bilishga jo'natib qo'yinglar. Juda ko'pchilik mana shunaqa tushunmagan holatda o'zim yetib boraman deb tushib qolyapti pulga. Bular bilan tortishib hojat yo'q. Mayda yozuvda yozib qo'yilgan bo'ladi. Buni ko'pchilik tushunmaydi, ko'pchilik bilmaydi. O'shaning uchun ogoh bo'linglar bu narsadan. O'zbek taksistlarimiz mayli 20 so'mga olib keladigan joyga 50 so'm bersanglar ham og'rinmanglar. Zato katta pul emas bu. 5-10 so'm Uber, Bolt chaqirish bilmaydigan odam uchun taksi uzoqdan kelib turib olib ketganiga 3-4 so'm ko'proq olishi mumkin. O'shaning uchun og'rinmasdan shu 50 so'm beradigan bo'lsangiz ham qiynalmasdan bersangiz bemalol kelasiz. Ya'ni 300-400 euro pul to'lamaysiz. Bu narsani ham hisobga olib qo'yinglar. Undan tashqari o'rtoqlar, yana nimani aytmoqchi edim. Xullas, vakansiyalarimiz bor. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Telegram kanalni aytib o'tdim, telefon raqamini aytib o'tdim o'rtoqlar. Bilinglar, har bitta kelgan odam ko'p emas. Iloji boricha 2 kun, 3 kun nari ko'p kutib qolmasdan, har joyda ish izlab yurmasdan, nazar pisand qilmasdan mana bu yerda tekin vakansiyani mensimasdan bir xil joylarga borib, pulli vakansiyani palan pulga ishga joylashib, 2 kundan keyin haydab yuborsa, achinib yuradi keyin rasxod qilganiga. Bepul vakansiya, kelinglar, ishga joylashinglar, borib ishlanglar. Bizni va'da beradiganimiz sizga faqatgina vakansiya taqdim qilamiz, ish topib beramiz, jo'natamiz. Bo'ldi, bir so'm pul olmaymiz sizdan. Borib ishlaysiz, oyligingizni olasiz, uyingizga jo'natib o'tiraverasiz har oyda. Faqat ishlasanglar bo'ldi. Keyin yana bitta iltimos, ko'pchilik yurtdoshlarimiz bittasi keldi, orqasidan ikkinchi odam keldida, bitta odam vakansiya yoqtirmadi, ikkinchisi yoqtirdi, lekin u boshqa joyga ish topdida ketyapti, ikkinchi odam ham o'zi bilan tortib ketyapti. Mayli tortib ketsin, lekin borib ishlab ketsa ham mayli edi. O'zi borgani yetmagandek, buni ham olib ketib, sarson qilib, borgan joyda aldanib, yana qaytib kelishyapti. Bu ishni qilmanglar o'rtoqlar. Keldinglarmi? Hamma o'zi uchun fikr yuritsin, hamma o'zi uchun o'ziga javob bersin. Birov uchun javob bermasin o'rtoqlar. Shu narsani hisobga olinglar. Bu juda ko'p bo'lib turibdi oxirgi paytlarda. Birovga birov ishonib ketib qolyapti-da, yana orada aldanib vaqt o'tib qaytib kelyapti. O'sha xatoliklarni qilmaylik. Men sizlarning foydalaringizni o'ylab aytib turibman. Ya'ni oradan 2 kun, 3 kun, bir haftalar vaqt o'tib ketadi. Birinchidan ishsiz qolganingiz shuncha kunda, ikkinchidan shuncha kunning ichida rasxod qilganingiz, yo'l kirangiz, borib qaytib kelganingiz, shuncha pulga tushib turibsiz. Undan ko'ra sizga shuncha vakansiya taqdim qilib turibmiz, bepul deyapmiz. Tinchgina borib ishingizni ishlang, joylashibdi. O'sha yo'qotish qilgan kuningizni o'rni qoplanib pul bo'ladi. Har bir kuningiz g'animat betga kelganlar. Har bir kuningiz. Kuningizga 50-60 dollardan ishlaganingizni ham bir haftada 300-400 dollar ishlab qo'yasiz. Kutib qolamiz o'rtoqlar. Gaplarim og'ir botmasin, to'g'ri ma'noda sizlarga tushuntirish olib bordim qo'ldan kelguncha. Eshiklarimiz ochiq, har doim sizlar kelsanglar dushanbadan jumagacha qabul qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar o'rtoqlar. Omon bo'linglar.